Qani aka bitta duo qiling. Yo, yosh katta akamiz duo qilsin endi. Aka bu nima degani? Sinfdoshim Otabek 92-Jon aka. Kuni keladi ham demaysa. Otabek! Men umrni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Otabek qo'ysangchi, yana mana shu toningni kiyib oldingmi? U bilmadi u seni, tanimaydi u. Yo, aka to'g'ri aytdi Ilhom. Qarayapmiz, yur. Obbo, Jonimdan to'ydirib otdi. Qo'shiqlar eshitmay Ilhom, yoshimiz katta bo'lib qoldi. Uni eshitaman. Bu yerdan bosh olib Yur. Majnunni siylagan sahroga. Hey, uyatishmaysanmi ko'ppa-kunduz ikki o'yin? O'tirishingni qara. Qani Ibo, qani Hayo? Sen kimni qizisan, qizim? Senchi? uzra. Nima deyapsan? Yurib ketdik. Nima deyapsan, ha? Rasa bo'lsa sendan 6 yosh kichkina qiz xolos. Birpasda o'zingdan chol yasaman. Endi uyatda endi unaqa qilmaslik kerak-da. Men aytaman hozir. Nima ichyapsan endi Otabek? Oshna bu Karlovy Vary suvi. Uni minerallari Gruziyadan keltiriladi. O'zimizda ishlab chiqariladi. Oshqozon hazm faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini tushiradi, qondagi aylanishlarni yaxshilaydi. Zo'r shu, biz yoshdagilarga zo'rda bu oshna. Sen ham ichgin shundan. Otabek, gapga borasizmi? Ha, boraman aka. Dadangdan nega gapga ketyapsan? Ya o'zim qo'shilib oldim. Bo'pti. Pensiyaga ham chiqib kel bir yo'la.